Let's get started. Unda boshlaymiz passageni. Xo'p, demak bizda qanaqa savollar bor ekan? Demak, matching heading savollar bor ekan va bizda yana qanaqa savollar bor? So short answer questions va multiple choice savollar ikki xil, ikkita variantlik, ikkita choice'ligi bor ekan. So do you guys like multiple choice questions, guys? Do you like not multiple, matching headings questions? Matching headings questions. Matching heading questions. Do you guys like matching heading questions? Yes? No? Of course. All right. It drives everyone crazy, yeah, I guess. Yaxshi. Bugun sizlar bilan matching headings ko'ramiz. Keyingi safar boshqa savollarni ham ko'rib chiqamiz. Passage bilan ishlaymiz. Shu passage'dagi savollarni ko'rib chiqamiz. Xo'p. So, qanday qilib matching heading savollar bilan ishlash kerak? So what is the best strategy for matching headings questions? What do you guys say? Matching heading savollar uchun eng yaxshi strategy qaysi? Men savollarni ham tarjima qilib beraman. Misol, shunchaki savollarni birdaniga ishlab ketmaymiz. Avval savollarni o'zini ham tushunishingiz kerak. Demak, chunki savol tushunmasangiz, yaxshi ball olmaysiz. Demak, qisqacha gap bu, savol yaxshi tushun. So, qisqacha yozib qo'yay. Demak, you must understand the questions. Savollarni yaxshilab tushunish kerak. Qaysidir so'zni bilmasangiz ham noto'g'ri javob chiqishi mumkin. Xo'p, demak, hozir biz o'zimiz practice qilamiz. Birinchi navbatda savollarni o'qib chiqamiz. Savollarni tarjimasini tushuntirib beraman har birini. So, mazmunini ko'rib chiqamiz. So, birinchi variantda nima deyapti? So, let's see. So, increasing the amount of information about the geography of the ocean. Bu savolni tarjimasi nima bo'ladi? So, men yozib beraman hozir. Xo'p. Nima deyapti? Demak, okean geografiyasi. Mayli, sizlar harakat qilib ko'ringlar-chi, shu savolni tarjima qilib ko'ringlar-chi, qisqacha. Nima bo'ladi tarjimasi? Shu savolni. Gruppaga jo'natib qo'ydim. Kanalga increasing the amount of information about the geography of the ocean. Yaxshi, tarjima qilib ko'ramiz, qolganlarim. Yaxshi, menimcha ko'pchilik to'g'ri tarjima qilyapti. To'g'ri, menimcha ko'pchilik topdi. Xo'p, yaxshi. Demak, agar shu savollarni yaxshi tarjima qila olsangiz, yaxshi ball olishingiz ham mumkin albatta. Xo'p. Yaxshi, menimcha ko'pchilik topdi. Xo'p. Demak, yozamiz. Tarjimasi nima bo'ladi? Shu, demak, okean geografiyasi haqida ma'lumotlar miqdorini oshirish bo'ladi tarjimasi. Menimcha ko'pchilik shunga o'xshagan tarjima qildi, to'g'ri. Endi keyingi savolga o'tamiz. So, endi bu yerda sal menimcha qiyinroq so'z ham bor. Celebrating accomplishments of sailors in the past and present. Mana sizga yangi so'z, agar bilmagan bo'lsangiz, accomplishment menimcha ko'pchilikka yangi so'z. Accomplishment nima degani? Agar accomplishment. What is accomplishment? Success, yes, to'g'ri. Achievement degani, to'g'ri. Tugatish degan ma'nosi ham bo'lishi mumkin, lekin bu yerda yutuq degan ma'noda kelyapti. O'sha biror maqsadingizga erishishni o'sha accomplishment deydi. Yes, ko'pchilik menimcha topdi. Yes, achievement, success,
Oddiy qilib aytganda yutuq degani. Endi keyingi savolda nima deyapti? Sailor degani dengizchilar degani, demak, dengizchilarning yutuqlarini nishonlash deganda. Xo'p. Va bu yerda in the past va present deb qo'yib, demak, hozirgi kunda va o'tgan zamonda dengizchilarning yutuqlarini nishonlash. Demak, shu tarjima bo'ladi. Xo'p. Keyingi savolni ko'ramiz. Menimcha savollari juda qiyin emas. Comparing sailors' fears in the past to fears today. Demak, bu yerda aytayapti, o'tgan zamondagi demak, sailor o'zbek tilida dengizchi, dengizchilarning yutuqlarini, deyman, demak, nima demak? Qo'rquvlari va hozirgi kundagi qo'rquvlar taqqoslash deganda, oddiy qilib aytganda. Yoki o'sha farqi degan, demak, o'tmishdagi va hozirgi kundagi dengizchilar qo'rquvi. Shularning farqi nima bo'lyapti? Shu. Xo'p. Xo'p, keyingi savolni. Sizlar tarjima qilib ko'rgach? Ko'rmas ekanmi? 1 second. Tarjima qilib ko'rgach, keyingi savolni, demak, understanding the ocean as a single body of water. Understanding the ocean as a single body of water. Nima bo'ladi tarjimasi? Understanding the ocean as a single body of water. Yaxshi. Suv kabi bo'l. Okay. Xo'p. All right. Yaxshi, menimcha hamma tushunda tarjimasini ko'ramiz. Nima deyapti? Understanding the ocean as a single body of water. Body of water degani o'sha suvlik joy deganda, oddiy qilib aytganda. Menimcha ko'pchilik to'g'ri tushundi, demak, okeanni bitta suv qismi desak bo'ladimi? Bitta suv joyi desak ham bo'ladi. Sifatida tushunish. Body of water degani o'sha suv, o'sha okean ham body of water, dengiz ham body of water hisoblanadi. Ya'ni suvlik joyda shunchaki body of water deydi ingliz tilida. Endi uni bu yerda keywordimiz asosan single so'zi bo'lyapti. Ya'ni bitta, yagona degan ma'noda kelyapti. Yagona suv joyi, suv qismi tanasi desangiz ham bo'ladi, farqi yo'q. Sifatida ko'rish. Menimcha tushunarli hammaga. Shu keyingisi qolgan savollarni tezda tarjima qilamiz va passagelar bilan ishlaymiz. Adapting ships for ocean voyages. Voyage degani sayohat degani, bilasizlar. Sayohat. Adapt bilasizlar, moslamoq degani. So translation qanaqa bo'ladi? Kemalarni dengiz emas, okean sayohatlariga moslash degani. Shu oddiy tarjimasi. Xo'p. Endi keyingisi nima deyapti? Misunderstanding and fearing the ocean. Okeanni noto'g'ri tushunish va undan qo'rqish bo'lyapti tarjimasi. Xo'p. Keyingisi facing a variety of risks in the ocean. Okeanda turli xil xavflarga duch kelish degani. Yoki xavflarni uchratish degani. Oddiy qilib aytganda, uchratish.
Xo'p, risk xavf degani. Agar menimcha ko'pchilik bo'lsa kerak. Tavakkal degan ma'nosida kelmayapti. Xavf degan ma'noda kelyapti. Dangers. Xo'p, va oxirgi savolimiz. Ana endi buni sizlar tarjima qilib ko'ringlar-chi. Exploit. Nima degani exploit? Nima bo'ladi tarjimasi? Exploiting the ocean for its natural resources. Nima bo'ladi? To'g'ri. Demak, tabiiy resurslardan foydalanish degani. To'g'ri, demak, exploit degani foydalanmoq degani, lekin exploit so'zi foydalanmoq, lekin ko'pincha salbiy ma'noda ishlatiladi. Ya'ni yomon ma'nosida ishlatiladi. Ya'ni kimdandir foydalanish, biror narsadan foydalanish degan ma'noda. Xo'p, yomon ma'noda ishlatiladi asosan. Foydalanmoq. Endi nima deyapti bu yerda? Shu. Okeandan uning tabiiy resurslari uchun foydalanish. Oddiy qilib aytganda, menimcha, Alright, menimcha tarjimasi tushunarli. Xo'p, bularni jo'natib qo'yaman sizlarga. So, 1 second. Savollar jo'natib qo'yaman sizlarga, demak, buni 1 second. Endi ishlaymiz savollar bilan. Passageni ko'rib chiqamiz. Xo'p, 1 second. Demak, bu tarjimalari. Xo'p, endi passage bilan ishlaymiz birdaniga. Xo'p. Demak, let's see. Va keyin qarang, mana bu savollar bilan ishlayotganda, mana bu 21 savollarni ham ko'rib qo'ysangiz bo'ladi. Misol, birdaniga ishlamasdan mayli, birdaniga paragrafga o'tib keta qolaylik. Xo'p, birinchi paragrafdan boshlaymiz. So, let's get started. Demak, o'qiymiz. Sizlar o'qinglar o'zlaringiz va qaysi javobni tanlaymiz? Qaysi heading? O'qib chiqinglarchi va qaysi heading to'g'ri keladi? Tepadagi matching heading savollardan qaysi biri tushadi? Mana birinchi paragraf. Today we refer to live individuals deyapti. O'sha individual oceanlar, alohida oceanlari biz o'sha okean deb ataymiz deyapti. O'sha Atlantika, xo'p, Pacific, Tinch okeani, Indian, Hind okeani, Arktika va Janubiy deyapti. Lekin but in the past people saw the ocean as the whole mysterious mass of water. Nima deyapti bu yerda qarang. Xo'p. O'tgan zamonda deyapti, butun bitta noma'lum, mysterious degani sirli degan ma'noni anglatadi. Sirli bir suv qismi sifatida ko'rgan ekan va ular yashaydigan hududni hamma joylarini egallab olgan ekan. In fact, nothing separates the ocean from each other. Demak, hech narsa okeanlarni bir-biridan ajratmaydi deyapti. Ya'ni bitta butun demoqchi bu yerda. There's no moment when one passes from the Atlantic to the ocean or from the Indian Ocean to the Pacific, and in total demak, yer yuzasini ko'proq qismini xo'p tashkil qiladi deyapti. Demak, qaysi javob bo'ladi? So what's the answer? Qaysi javob tanlading? Xo'p, ko'pchilik to'g'ri tanlabdi. To'g'ri, menimcha eng to'g'ri keladigan variant shu 4-inchisi bo'lishi kerak. 4-inchi variant. Xo'p. Misol uchun, ma'lumot ko'payish haqida gapirmayapti, accomplishment yo'q. Qo'rquvlar haqida gapirmayapti. Xo'p, endi o'xshab ketadigan savol, javob bor. 7-savol biroz o'xshab ketadi, lekin
Bu yerda misunderstanding qilish haqida gapirmayapti. Shuning uchun yagona to'g'ri javobimiz shunda. Xo'p, 1 second. 4-inchisi bo'ladi. Yes. A paragraf demak 4 bo'lyapti. Ya'ni A 4 bo'ldi. O'zi 4 yozib qo'yman. Xo'p, demak, menimcha hamma topdi A paragraf. So, demak biroz osonroq reading ekan. O'zim ham ishlamaganman buni, endi birinchi marta. Xo'p. Demak, endi keyingi savolga o'tamiz. Paragraf B. Bunisi endi uzunroq ekan. Qarang, qachon demak uzunroq paragraf bo'ladigan bo'lsa, boshqa paragraflar, boshqa savollar javobi ham shu paragrafda bo'lishi mumkin degan. Chunki mana qarang, shu yerda Polynesians haqida gapirgan. Biz mana bu yoqda Polynesianslar haqida bu yerda ham gap aytilgan. Xo'p. Endi hozir buni ishlamaymiz, lekin birinchi shu matching headings'ini o'zini ishlaylik, keyin qolgan savollarni ko'ramiz. B paragrafi ishlaymiz. Yoki ishlab ketsak ham bo'ladi, chunki juda uzun paragraf. Bekor ketmaydi. Qarang. Nima deyapti? Polynesians sometimes rely on degani biror narsadan foydalanmoq degan ma'noni anglatadi. So 1 second. Demak, Polynesianlar ba'zida rely on degani suyanmoq, foydalanmoq degan ma'noni anglatadi. Nimadan foydalangan ekan? Nimaligini topamiz shu yerda. To help them remember important sailing information. Demak, muhim sayohat qilish ma'lumotlarini eslab qolish uchun ular naqadar foydalangan ekan. Shu nimadirdan foydalangan, o'shani topasiz. Xo'p. Important sailing information. O'sha dengizchilik, muhim dengizchilik ma'lumoti degan oddiy qilib aytganda. Xo'p, qolgan savollarni ham tarjima qilib beraman, keyin ishlab ko'ramiz. Mediterranean. Nima deyapti? It was believed degani degani bu people believed thatga sinonim. Ya'ni odamlar ishongan yoki odamlarning fikricha degan ma'noni anglatadi. Xo'p, nima deyapti? Katta nimadir ogohlantirgan ekan sailorlarni. Ya'ni dengizchilarni nimadirdan ogohlantirgan ekan. O'sha Mediterranean O'rta Yer dengizidan Atlantika dengiziga sayohat qilishda katta nimadirlar ularni ogohlantirgan ekan. Mayli, shu ikkita savolni o'zini ishlaymiz. Shu paragrafda. Xo'p. O'qib chiqinglar chiqani. Mana demak, shu savolni o'qiymiz. Mana bu 20-21 ga savoliga javob topamiz va undan keyin heading ham tanlaymiz. Ya'ni hozir tepada ko'rsatgan qaysi heading tushadi shu yerga. Matching headingsda. Ishlaymiz. I'll give you maybe 4 minutes, 4 daqiqa vaqt beraman. Let's do it. Ishlaylar. Hereford degan cathedral map bor ekan, u reveal degani oshkor qilmoq degani. Reveal oshkor qilmoq, ko'rsatmoq degan ma'noni anglatadi. Xo'p, endi bu yerda nima deyapti? O'sha map ko'rsatishi bo'yicha bir nechta nimadir medieval people believed to exist. Demak, shu narsalarni o'rta asrlardagi odamlar mavjud deb hisoblagan ekan. Bir nechta nimadir mavjud o'sha yerda deb hisoblashgan ekan. So keyingisida aytyapti, o'sha mapda aytishi bo'yicha okeanlar bir xil razmerda hisoblangan ekan. Nimadirga hajmi o'xshash deb hisoblagan ekan. Similar size to degani o'sha hajmi nimadirgadir o'xshash degan ma'noni anglatadi. Similar size to ga hajmi o'xshash ekan. Shu.
Alright, ishlatyapmi? Qani, tekshiramizmi? Aytgancha nechta so'z? One word. Bitta so'z qo'yishimiz kerak edi. Bo'ldimi, ishlab bo'ladimi? Yoki ko'proq vaqt kerakmi? Bu osonroq passage ekan, biroz. Keyingi safar qiyinroq passage ham ishlaymiz. Bu menimcha passage 1 ga o'xshab ketadigan darajada oson, I guess. Lekin hali ishlab ko'rmadik, ko'ramiz. Qolgan savollari qiyin bo'lishi ham mumkin. Qolganlar javobi nima bo'ladi? Alright, tekshiramiz unda. Ishlaymiz endi. Xo'p. Birinchi savolda nima deyapti? Nimadan foydalangan? Mana bu yerda o'qiydigan bo'lsak, xo'p, they reached small inhabitants using only knowledge passed from navigator, often using songs to memorize important facts. O'sha muhim ma'lumotlarni eslab qolish uchun qo'shiqlardan foydalangan deyapti. Demak, birinchi savolimiz demak songs bo'ladi. Songs. Ko'rinyapti menimcha. Songs bo'ldi. Xo'p, keyingisida demak keywordimiz large da. Endi bu yoqda o'sha large so'zini giant deyapti. Demak, giant so'zi large ga sinonim bo'ldi. Xo'p, shunda nima bo'ldi? Giant statues bo'lyapti. Katta haykallar. Statues. Yaxshi. Xo'p, nimani belgisi ko'rinmagan? Xo'p, kim aytishi bo'yicha deyapti? O'sha Adam Bremenning fikricha nimadirning belgisi bo'lmagan deyapti. Qayerda edi? Mana Bremen wrote, which is the farmer note, you will find no human habitation. Human habitation degani inson yashashi degani. Inson yashashi kuzatilmaydi deyapti. Demak, bu yerga human bo'ladi javobimiz. 22-savolimiz javobi human. Ya'ni human life yo'q u yerda deyapti. Inson zoti yo'q demoqchi u yerda. Xo'p, oxirgisi medieval odamlar, ya'ni xo'p, o'rta asrlardagi odamlar bir nechta nimadir mavjud deb o'ylagan ekan u yerda. Xo'p. In medieval fashion showed that consisting of continents. To'xtang hozir. It's consisting of continents of Europe, Africa, which was all known about at the time. Demak, continents bo'lar ekan keyingisi. Chunki o'shani aytayapti, kontinentlar deyapti-da va o'shalar ma'lum edi o'sha paytda deyapti. Ma'lum edi deyishi bu odamlar mavjudligiga ishongan degan gapga parafraza bo'lyapti. The number of continents bo'ladi shunda. Continents. Yaxshi. Xo'p, va oxirgisi hajmi nimaga o'xshagan? Great land mass was not much wider than the rivers. Dengizlardan, o'sha okeanlari dengizlardan katta bo'lmasa kerak deb o'ylashgan ekan. Demak, dengiz deyman, daryolar bilan bir xil hajmda bo'lgan ekan deb o'ylagan ekan. Not much wider degani shulardan katta emas deyapti. Ya'ni o'xshash hajmda demoqchi-da. Demak, oxirgi savolimiz javobi rivers bo'ladi. Okay? So, rivers. Demak, shular edi javoblarimiz. Buni jo'natib qo'yaman hozir. Demak, correct answers. Xo'p. Yaxshi. Endi paragraph matching headingsdan qaysi birini tanlaymiz? Qaysi matching heading to'g'ri keladi bu yerga? So what will be the correct answer? Qaysi paragraf to'g'ri keladi B ga? Bu yoqqa yozinglarchi. Yetti, 6.
Xo'p, qaysi birini tanlading? 7, ko'pchilik 7 tanlayapti. Xo'p, qarang, butun tekstimiz nima haqida edi? Mana bu yerda o'qisangiz, unknown deb bo'lgan hudud deyapti. Demak, u yerga sayohatlar, umuman sayohatlar miloddan avvalgi 1000-yilda boshlangan va o'sha noma'lum hududga sayohat qilishgan deyapti. Mana shu noma'lum so'zi bizda keyword bo'lib turibdi. Xo'p, yana nima deb o'ylashgan ekan? Ma'lumotlar izlash uchun musiqalardan foydalangan ekan, vikinglar ham sayohat qilgan ekan, o'rta asrlarda yana qaysidir dengizchilar sayohat qilgan, ya'ni savdo yo'llari bo'lgan deyapti. Lekin deyapti, mana shu yerda keywordimiz lekin deyapti. Ko'pgina olimlar uchun scholar degani, scholar bu olim degani, olim. Xo'p, demak nima deyapti? Ko'pgina olimlar uchun okean remained the subject of terror and denial. Nima degani? Terror and denial. Nima degani shu? Terror and denial. Terror and denial. Tarjimasini aytinglarchi. Pastda yozdim. So what will be the translation of the word terror? Pastda yozib, bu yoqda yozilganmi? Yes. Nima degan terror and denial? Bilmaysizlarmi? Denial rad etish, to'g'ri. Terror degani bu dahshat degani, terror. Dahshat yoki qo'rquv desangiz ham bo'ladi. Yana. Denial shu rad etishda. Denial rad etish. Tarjimalarni. Endi ko'pgina odamlar o'sha sayohat qilishga harakat qilgan bo'lsa ham, baribir okeanlar olimlar uchun dahshatli narsaga dek ko'ringan ekan. Xo'p, keyin nima deyapti? Bitta arab geografi, ya'ni geografik olim o'sha Al-Masudi degan odam o'sha sayohat haqida aytibdi. Nima degan ekan? O'sha Atlantika ekaniga borsa, u yerda katta haykallar bor debdi va u haykallar bundan u yog'iga hech narsa yo'q degan ma'no anglatgan ekan. Keyin mana bu olim ham Adam Bremen ham aytgan ekan, u yog'ida hech kim yashamaydi deb o'ylashgan ekan. Xo'p. Va okeanlar unaqa muhim hisoblanmagan ekan, oddiy qilib aytganda. Endi bundan nima xulosa qilsak bo'ladi? O'sha noma'lumlik, qo'rquv, dahshat, ko'p ma'lumot bo'lmaslik degan narsalar bo'lyapti bu yerda. Demak, qaysi variantimiz to'g'ri keladi? Xo'p, birinchisi to'g'ri kelmaydi, chunki increasing the amount of information bu haqda aytilmadi. Accomplishment ham yo'q. Hozirgi kundagi qo'rquvlar, o'tgan zamondagi qo'rquvlar bilan taqqoslash bu haqda ham aytmayapti. Xo'p, 5 ham yo'q. Ko'ramiz, to'xtang. Adapting ships yo'q. Menimcha eng to'g'ri keladigani shu 7. Misunderstanding and fearing the ocean. 8 to'g'ri kelmaydi, ya'ni har xil xavf-xatarlarga duch kelish. Xavf-xatarlar haqida gapirmayapti, to'qima narsalar haqida gapiryapti. Shu menimcha eng to'g'ri keladigani shu 7 bo'lyapti. Ya'ni okeanni tushunmaslik. Qayerdan topamiz misunderstanding? Hozir tushuntiraman. Tak. Nimaga 7 to'g'ri keladi bunga? Sababi agar tekstni o'qisak. Misunderstanding. U yoqda o'sha unknown degan narsalar aytayapti. Noma'lumlik deb aytayapti-ku. Fearing menimcha tushunarli. Fearing the ocean u yoqda terror hisoblangan deyapti. Ya'ni qo'rquv, qo'rqinchli narsa hisoblangan ekan. Fearing the ocean. Xo'p, shunda javobimiz 8 bo'lyapti demak. B 8 bo'ldi. 7 demoqchiman. 7 bo'ldi. All right, shular javobi. Yaxshi, bularni jo'natib qo'yaman. So, let's look at the next question. Keyingi savolga o'tamiz. Keyingi paragrafga. C paragraph. Qani o'qib chiqinglarchi, mana hozir jo'natib qo'yaman buni. O'qiymiz va qaysi paragraf tushadi? Topamiz. So, 2 minut vaqt beraman. 2 minutes, 2 minut vaqtlaringiz bor. O'qib chiqamiz va qaysi paragraf tushadi? Qaysi heading?
qo'l. Unda Xitoydan Fors ko'rfaziga sayohatni aytibdi va bu narsa uni bilim doirasini kengaytiribdi. Qarang, zo'r. Broadened the scope of knowledge edimi? Knowledge, yeah. O'sha. Nima bo'ladi tarjimasi? Bilimni ko'paytirishmi? Bilim doirasini kengaytirish degani. Menimcha yaxshi tarjima bo'ladi shunda. Va bu o'sha sayohati odamlarning ma'lumotini ko'paytiribdi. Shu. Xo'p, nima deyapti yana? Ptolemey degan grek geografini ishlari ham nima qilibdi? Plotted the Indian Ocean borligini aytibdi menimcha. Va bu narsa ko'p yillar davomida unutilgan ekan, lekin deyapti 1400-yilda bu narsa yana influential bo'libdi. Influential degani qudratli, katta, ta'sirli degani. Demak, Ptolemey aytgan ekan, Indiya bor degan ekan va o'shuni shu fikri katta ta'sir o'tkazgan deyapti. Keyin xitoylik admiral Indian Oceanga sayohat qilibdi, Afrika sohiligacha sayohat qilibdi. Va bu Expanding View of the World is a brilliant great map by Monk. Qisqasi men bu olim yaratibdi. Va bu butun dunyoga tarqalibdi bu fikr, sayohatlar bo'libdi and so on. Xo'p, qisqa qilib aytganda nima deyapti? Asosan bilim o'zgarishi haqida gapiryapti. Odamlar dunyoni aylanish bo'tishigacha gapiryapti mana. Circumnavigation of the globe. Circumnavigation hamcha o'sha butun dunyo aylanib chiqish. Let's look it up. Shu so'zni ko'raylik. Mana dunyoni aylanib chiqish degan ekan. Circumnavigate degani dunyoni aylanib chiqish. Zo'r so'z. Xo'p, demak, shu aylanib chiqibdi va dunyo bilimi ko'payibdi, oddiy qilib aytganda. So, nima bo'lyapti javobimiz? Hozir ko'ramiz. Endi men buni jo'natib qo'yaylik. Xo'p, variantga qaytadigan bo'lsak, qaysi bir to'g'ri keladi? Menimcha biriga o'xshab ketyapti juda. Okean haqidagi bilim oshishi, lekin qolgan variantlarni ham ko'rib chiqishimiz kerak. Accomplishments haqida yo'q, ikkinchisi xato, qo'rquv haqida ham gapirmayapti. Innovatsiya sababli xavfliligi kamaydi. Shu haqida gapirganmi? Yo'q. Bu yerda bu haqida yo'q. Exploiting a variety of risks, facing a variety of risks, adapting ships for longer ocean voyage. Uzoqroq sayohatga okeanlarni moslash. Shu haqida gapirganmi? Hozir. Yo'q, bu yerda yo'q. Demak, shu eng to'g'ri keladigani 1 bo'lyapti. Shu 1 bo'ldi. O'sha okean haqidagi ma'lumot ko'payishi. Qolganlar to'g'ri kelmaydi. So yaxshi, demak 1 to'g'ri kelyapti sizga. Keyingi paragrafga o'tamiz. D paragraf. Bunisi endi menimcha osonroq, chunki kichikroq paragraf ekan. Xo'p, D ga tanlaymiz bunga ham 2 minut vaqt, 2 minutes. Tanlaylar chiqani. Lekin oson paragraf bo'lsa ham yangi so'zlar bor. Xo'p, nima deyapti? Odamlar once degani oddiy qilib aytganda, oddiy tilda once after so'ziga sinonim. Shuni bilib olsangiz bo'ladi. O'zi ma'nosi shu narsa qilishni boshlashi bilan degani, shu narsadan keyin degani. Nima deyapti? Odamlar o'sha katta hudud dengizlarga sayohat qila olishi bilan endi shunaqa desa bo'lar deyapti. Justifiable degani justifiable. Xo'p, bu yerda endi gapirsa bo'ladi yoki xo'p, oqlasa bo'ladi degan ma'noni aytadi. O'zi justify degani oqlamoq degani, biror narsani sababini tushuntirib bera olish degani. Nima degani? Shu justifiable. Ma'qul degani, oddiy qilib aytsangiz.
ma'qullasa bo'ladigan degan ekanda. Mana to'g'ri degan ekan, oddiy qilib aytganda. Right yoki reasonable degan ekan. Mantiqan to'g'ri deyapti. Endi nima mantiqan to'g'ri bo'lgan? Nimani mantiqan ajrasa bo'ladi? Conquering the ocean. Biz okeanni zabt etyapmiz deb gapirsak bo'lardi deyapti. Conquer degani zabt etmoq, egallamoq degan ma'nolarni anglatadi. Xo'p, okeanni egallaymiz deb aytsak bo'ladi deyapti. Lekin mana bu yet so'zi bu yerda yetni bilasiz. Xo'p, haligacha degan ma'nolari bor. Lekin yana bitta ma'nosi bu ammo degani. Lekin degan ma'nosi bor. Alright? Bu yerda xuddi o'sha ma'nosida kelyapti. Ammo lekin degan ma'noda kelyapti. Okay? Endi aytayapti bu yerda, shunaqa desak bo'ladi, dunyoni egallayapmiz, okeanni egallayapmiz deb aytsak bo'ladi. Lekin deyapti, asrlar davomida okeanni sayohatchilari discomfort va dangerga duch kelgan deyapti. Zo'r so'z aytayapti mana bu yerda. Confront degani o'sha duch kelmoq degani. Yoki o'sha sinonimi face bo'ladi. Confront. Buni sinonimi, confront sinonimi encounter bo'ladi. Ozgina farq bor, lekin deyarli bir xil. Nimaga duch kelgan deyapti? Discomfort, ya'ni noqulaylik va danger deyapti. Xavflar haqida gapiryapti. Va endi shu mavzuligini qayerdan bilamiz? Xavf-xatarlar haqida gapiryapti asosan. Nima deyapti? Agar ob-havo yomon bo'lsa, shelter uchun joy bo'lmagan deyapti. It was not possible. Mana bu yerda and so'zi yo'q. Shelter degani, to shelter degani pana joyga berkinish degan ma'noda kelyapti. Shelter degani o'zi uy degan ma'noni anglatadi. Boshpana. Lekin bu yerda fe'l ma'nosida biror joyga berkinish degan ma'noni anglatadi. Xo'p, berkinishga joy bo'lmagan deyapti. Ob-havo yomon bo'lganda, samolyot anaqada ketyapsiz, kemada ketyapsiz. Ya, keyin kasallik bo'lgan ekan, qanaqadir scurvy degan kasallik va bu kasallik dengizda minglab odamlarni o'ldirib yuborgan deyapti. Va accidents were commonplace. Shu yerda zo'r so'z bor, commonplace degani. Xo'p, juda ko'p uchraydigan degani. Bu commonplace so'zi bir dona so'z bu yerda. Ko'p uchraydigan joy emas, o'sha ko'p narsa, ko'p uchragan degani, oddiy qilib aytganda. C1 so'z bo'lish kerak shu so'zimiz. Ya, mana. Ordinary degan ekan, qarang. Odatiy hol edi degan ma'noni anglatadi. Odatiy hol degan ma'noni anglatadi. Ya'ni accidentlar juda ko'p bo'lar deyapti. Accidents were commonplace. Ya'ni o'sha accidentlar ko'p bo'lardi deyapti. Muammo haqida gapiryapti. Yana nima? Urush bo'lgan deyapti. Va o'sha dengizlar, to'lqinlarga shu mercy-sida bo'lgan deyapti. O'zbek tilida bilmadim. Xo'p, menimcha bu mavzu juda oson, bunisi deep paragraph. So, qaysi javob tanlading? So, qaysi javob tanlading? Yozinglar-chi. Ya, menimcha ko'pchilik topdi, 8 bo'lishga yarashsan, qani? Xo'p, 8 ya. Facing a variety of risks in the ocean. O'sha okeanda har xil turdagi xavf-xatarlarga duch kelish bo'lyapti, to'g'ri? Chunki o'sha xavflarni aytgan deyapti. Yomg'irdan pana bo'lmagan, kasallik bo'lgan ekan, demak, falokatlar ko'p bo'lgan ekan. Hammasi shu haqda. Menimcha hamma topdingga. Alright, keyingi paragrafga o'tamiz unda. E paragraf. Bajaramiz, qani? Bu paragrafni ham o'qiymiz va javob tanlaysizlar. Keyin men tushuntirib beraman. 2 minut vaqt yana. Xo'p, juda menimcha nisbatan osonroq passage. Xo'p, keyingi nima deyapti? The other problem of ocean travel.
okeanda sayohat qilishi yana bitta muammosi bu navigatsion texnikalari kamligi deyapti. O'sha lack of so'zi bilasizlar juda hamma bilish kerak bo'lgan so'z. Yo'qlik degan ma'noni anglatadi. Juda ko'p IELTS umuman mavzularda ishlatiladi. Bilishlaringiz shart. Xo'p, ya'ni o'sha navigatsion texnikalar, ya'ni kompas shu yo'nalishni ko'rsatadigan texnikalar kamligi deyapti. Nima deyapti? O'sha okeanlarni kuzatish, samolyot deyman, kema tezligini doimiy o'lchash, kompasdan foydalanish faqatgina fair degree of precision bergan deyapti. A fair degree of precision degani o'zi precision degani aniqlik degani. And fair degree degani ozgina miqdorda aniqlik degan ma'noni anglatadi. Fair degree, ya'ni ozgina miqdorda aniqlik bergan xolos deyapti. Shipni, kemani pozitsiyasini, joylashini aniqlashda deyapti. Xo'p, va deyapti, uzoqqa sayohat qilgan dengizchilar vague notion bo'lgan deyapti. Have a vague notion degani ozgina ma'lumoti bo'lgan degani ma'nosi. Vague notion bor degan. Vague xira unchalik aniq emas degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nima haqida kam bilgan deyapti. Where they were, ya'ni sayohatga chiqqandan keyin qayerdaligini bunaqa 100% bilmagan deyapti. Ketavergan ekan bosh oqqan tarafiga. Xo'p, lekin deyapti, texnologiyalar rivojlanishi va yaxshiroq navigatsion instrumentlari paydo bo'lishi va nima deyapti? O'sha narsalar okean sayohatini yaxshilabdi. 19-asrgacha mana bu kasallik ham yo'qolib ketibdi, chunki uni sitrus mevalar bilan davolasa bo'lar ekan. Va deyapti, o'sha steamshiplar, ya'ni bug'li kemalar oddiy kemalar o'rnini egallabdi va sayohat vaqti ham kamayibdi. Endi oddiy qilib aytganda, o'sha sayohat yaxshiroq bo'libdi-da, xavfsizroq bo'libdi va yaxshiroq bo'libdi. Shu texnikalar rivojlanishi sababli, texnologiya rivojlanishi sababli. Xo'p, shunda qaysi variant bo'ladi? Xo'p. Menimcha hamma topdi. Mana bu qani edi? Mana. Sailing becomes less risky thanks to innovation. Thanks to ni bilmaganlar. Bu ham juda kerakli so'z, because of degani. Ya'ni texnologiya rivojlanishi sababli xavfliligi kamaydi deyapti sailingda. Demak, oxirgisi 5 bo'ldi. Shu javoblarimiz. Xo'p, bular jo'natib qo'yaman. Xo'p, endi oxirgi paragrafga o'tamiz. So nima bo'ladi? Oxirgi paragrafga ham ishlanglar, chiqani. 2 minut vaqt. Shu reading bajarayotganingizda iloji boricha yangi so'zlarni o'rganish kerak. O'sha erinmasdan harakat qilib o'rganish kerak. Mana shu yerda ham ko'p ishlatiladigan so'zlar chiqyapti. In a sense degani o'zbek tilida zo'r so'z. In a sense degani qaysidir ma'noda degan ma'noni anglatadi. Ya'ni qaysidir jihatdan degani yoki qaysidir ma'noda, qaysidir jihatdan. Aytyapti bu yerda, qaysidir ma'noda okean hali zabt etilmagan deyapti. Nima deyapti? Biz to'lqinlarni boshqara olmaymiz, ob-havoni boshqara olmaymiz deyapti. Va insonning ta'siri asosan yomon bo'lgan deyapti, okeanga ta'sirimiz. Lekin deyapti, biz the means to travel o'ylab topdik deyapti. Nima degani shu? We developed means to travel. Nima degani shu so'z? Means degan so'z. Meansda shunaqa C1 ma'nosi bor. Nima degani? To'g'ri, demak, to'g'ri. Means degani vosita degani. The means to travel degani sayohat qilish vositasi degani. Ya'ni aytyapti, biz sayohat qilish vositasini yaratdik deyapti. Ya'ni vast area, keng, katta hududlarda sayohat qilish vositasini yaratdik deyapti. Va bu achievement qaysi so'zga sinonim edi? Haliginda ko'rgandik.
Qaysi so'zga sinonim edi achievement? Tepada ko'rgandik. Yes. To'g'ri. Accomplishment so'zini sinonimi. To'g'ri. Yutuq degan so'zi sinonimi. Xo'p, lekin deyapti, bu yutuq ko'pgina asrlar davomidagi sarguzashtlar, ya'ni sayohatlarni mahsuloti, o'zbek tilida birormi mevasi demoqchi. Ko'pgina sayohatlar mevasi, ko'pgina sayohatlar natijasida shu yutuqqa erishganmiz deyapti. Xo'p, misol ancient timesdagi o'sha oldingi tarixdagi dengizchilar va hozirgacha bo'lgan dengizchilar ko'pgina qiyinchiliklarga duch kelgan deyapti. O'sha qobiliyat va aqllilik talab qilgan bu naqalar deyapti. Zukkorlik talab qilgan deyapti. Xo'p, va ularning uncharted waters degani uncharted waters. Noma'lum suvliklar deganda yoki dengizlar desangiz ham bo'ladi. Ya'ni uncharted degani hali xaritaga tushirilmagan degani. Xaritaga tushirilmagan joylarga sayohat qilishlari haqida hikoyalar bor deyapti. Va deyapti, bu ular tajribasi nima edi? Maqtovga arziydi deyapti. Honor degani sharaflamoq degani, maqtamoq degani oddiy qilib aytganda. Ya'ni ular sayohati maqtashga arziydi deyapti. As does the essential contribution of modern sailors. Va shuningdek deyapti, hozirgi zamonamizdagi dengizchilarni sayohatlari ham maqtovga arziydi deyapti. As does zo'r so'z, o'sha as does dan ishlatsangiz bo'ladi. So, menimcha hamma topdi bunga bu savolga javobni. Xo'p. Nima bo'lyapti albatta? Mana xo'p, maqtash haqida gapiryapti. Celebrating haqida gapiryapti. Celebrating the accomplishments of sailors in the past and present haqida bo'lyapti. Demak, oxirgi paragrafimiz 2 bo'lyapti. Alright, demak, shular bizning javoblar. Mana qo'yamiz. Yaxshi. Endi oxirgi savolni ishlaymiz. Hammaga tushunarli bo'lsa. Bu ham juda oson savol ekan. Nima deyapti, qarang. Yozuvchining aytishi bo'yicha o'tgan zamonda, ya'ni oldingi davrda dengizchilar qanaqa qiyinchiliklarga duch kelgan? Qaysi ikkita qiyinchilikka duch kelgan? Voy. Tanlanglar chiqani. Qaysi tekstga aloqador? Hozir tushuntirib beraman. Mana bu tekstga aloqador. Menimcha shu D ga aloqador bo'lish kerak. Ishlab ko'ringlar chiqani. D paragrafda ekan, oson ekan. Endi vocabularyni bilsangiz oson albatta, so'zlarni bilsangiz. Nima bo'ladi javoblar? Yozib ko'ringlar-chi. Shu D paragrafga aloqador. Alright. Menimcha hamma topdi. Xo'p, tekstni o'qiymiz, qarang. Nima deyapti? Birinchi muammo ob-havo yomon bo'lsa, pana joy yo'q bo'lgan. Ikkinchi muammo kasallik bo'lgan, bu ko'pgina odamlar o'ldirib yuborgan. Keyin accidentlar bo'lgan ekan, har xil falokatlar bo'lgan deyapti. Keyin deyapti, sea travelers might run out of food or water. Suvi yoki ovqati tugab qolishi mumkin bo'lgan deyapti. Va deyapti, it was not possible for a
sailor in trouble. Muammoga tushib qolgan sailor o'ziga yordam chaqira olmagan deyapti. Xo'p. Va yana nima deyapti? Demak, sailing shiplar urush va savdo uchun, jahon savdosi uchun, savdo sotiq uchun muhim bo'lgan deyapti. Lekin qamoqqa olinish haqida yo'q. Demak, ikkita javobimiz qaysi bo'ladi? Yolg'iz qolib ketish ko'pgina vaqt bu haqda aytmayapti. Oylik kamligi haqida, low wage degani oylik kam degan, lekin bu haqda aytmayapti. Bexato. Kasalligi ehtimoli bor, birinchi to'g'ri javobimiz va starvation ehtimoli. Starvation degani starvation ochdan o'lish degani. Otiq aytganda. Hop, I'm starving desam ochdan o'lyapman degani. Lekin juda ochman degan ma'noda ham ishlatsangiz bo'ladi. Ya'ni o'zining ma'nosi ham bor, ochdan rostakamiga o'lish va ochdan o'lyapman deb juda qornim och degan ma'noda ham ishlatsangiz bo'ladi. Xo'p, ikkinchi to'g'ri javobimiz shu bo'ladi. Chunki ovqati tugab qolishi mumkin bo'lgan deyapti. Keyingi savol mana javob chalg'ituvchi. Chunki bu yerda aytayapti, urush davrida qamoqqa tushib qolish ehtimoli bo'lgan deyapti. Lekin bu yerda qamoqqa tushib qolish haqida hech qanaqa gap yo'q. Urush haqida gap bor, to'g'ri? Lekin qamoqqa tushib qolish ehtimoli degan narsa yo'q. Shunchaki bu yerda o'sha yelkanli kemalar urush va savdo sotiq uchun muhim bo'lgan deyapti. Central degani muhim degani. Central, important degan ma'noni anglatadi. Shu. Alright, that's it. Menimcha javoblar tushunarli. C, D bo'lyapti. Ko'pchilik menimcha topdi. So these are the answers. Bu to'g'ri javoblarimiz. Alright, demak bu passajimiz biroz osonroq ekan. Bilmadim, menga oson tuyuldi. Qolganlarga ham menimcha oson tuyulgan bo'lsa kerak. Lekin so'zlarni bilsangiz, har doim oson bo'ladi. So bilasizlar, demak IELTS reading is a vocabulary test, bilasizlar. Ya'ni IELTS reading vocabulary test. Qancha ko'p so'z bilsangiz, shuncha yaxshi ball olasiz. Shu. Alright guys, demak bugungi darsimiz shu edi.